Agar siz xo'jayiningizdan "Sen ashqavoq kallasan" degan gapni bir marta bo'lsa ham eshitgan bo'lsangiz, mana shu ashqavoqli desertni bir marta bo'lsa ham albatta tayyorlab ko'ring. Bitta kichkinagina ashqavoqni olasiz, postlarini archasiz, pishirish uchun maydalab suvga qo'yib qo'yasiz. Ashqavoq pishguncha telefonda Instagram ko'rib o'tirmasdan bir hafta oldin yog'siz qolib ketgan duxovkamiz listini tozalab olamiz. Pichoq bilan qirib o'tirmasdan osongina bavini olib 2 osh qoshiq solib, ustidan qaynagan suvni quysak, 5 minut 10 minutga qo'yib qo'ysak, o'zi shunaqangi eritib kirlarini chiqarib beradi. Bir chaqab olib qo'ysak bo'lgani. Tozaligini yaxshi ko'radigan ayollarning uyida albatta bavi bo'lish kerak. Chiriklarni uyutgani, dog'larni ketkizdirgani hamda mikroblarni o'ldirgani bavidan zo'ri yo'q. Ungacha esa yaxshi pishib olgan ashqavoqlarimizni olib, xohlasak vilka yordamida, xohlamasak blender yordamida yaxshilab ezib, ustidan 50 mg sut, 180 g shakar, 180 mg yog' quyib, ketidan 3 dona tuxumimizni ham chaqvoramiz. Agar tuxumlarimiz kichkinaroq bo'lsa, 4 dona qo'shamiz. Ketidan 400 g unni oz-ozdan qo'shib, bir xil massa bo'lmaguncha yaxshilab aralashtirib olamiz. Ketidan 15 g razrixitr hamda ozroq vanilin qo'shib, yaxshilab bir xil silliq massa bo'lguncha aralashtirib, o'zimizga qulay bo'lgan qolipni olib, tagiga pergament qog'oz solib, atrofini esa yog'lab olib, massamizni qo'yib, oldindan qizdirilgan 180 gradusli duxovkamizga 40-45 minutga jo'natib yuboramiz. 40 minutda shunaqangi tilla rang, ko'rinishini o'zi ishtaha ochadigan, mazasi cheesecake ta'mini beradigan ajoyib yumshoqqina pirogimiz ham tayyor bo'ldi. Bir marta bo'lsa ham albatta tayyorlab ko'ring sizga va ayniqsa buvijon, bobojonlaringizga yoqishligi aniq. Ana endi baho beringlarchi, yoqsa kommentariyaga 5, yoqmasa 2 qo'yib ketaverasizlar, xafa bo'lish yo'q.